Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 25 iyulgacha bajarilishi kerak bo'lgan ishlar va iyul oyida kuchga kirayotgan asosiy o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat tadbirkorlarga yoki faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu masala bank kartasi bor, soliq to'laydigan, kommunal xizmatlardan foydalanadigan, nafaqa yoki subsidiya oladigan, farzandi bog'cha yoki maktabga boradigan deyarli har bir oilaga tegishli. Agar siz keyin ko'raman, menga aloqasi yo'qdir, telefonimga xabar kelmasa, demak muammo yo'q deb yuradigan bo'lsangiz, aynan shu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Chunki ko'p muammolar odam vaqtida tekshirmagani, ariza bermagani yoki bitta hujjatni yangilamagani sababli paydo bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yetkazish kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik davlat xizmatlari, soliq, ijtimoiy nafaqa, subsidiya, bank va kommunal masalalarda eski tartib bilan yashab kelgan. Kerak bo'lsa idoraga boriladi, navbatda turiladi, xodim aytgan hujjat olib kelinadi, keyin yana tekshiruv bo'ladi. Odamlar ko'pincha menga xabar berishadi. Mahalla aytadi, soliqchi keladi. Bank o'zi qo'ng'iroq qiladi deb kutib o'tiradi. Hozir esa tartib asta-sekin boshqacha bo'lib boryapti. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Sizning pasport ma'lumotingiz, JSHSR raqamingiz, yashash manzilingiz, soliq qarzdorligingiz, bankdagi hisoblaringiz, ijtimoiy himoya bo'yicha holatingiz, hatto kommunal to'lovlaringiz ham tizimlarda ko'rinadi. Ya'ni endi bilmasdim degan gap amalda ko'p holatda yordam bermaydi. 15 iyulgacha e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy nuqta shuki, iyul oyining o'rtasigacha ko'plab oilalar, fuqarolar va kichik biznes egalari o'z ma'lumotlarini tekshirishi, kerakli arizalarni topshirishi. Qarzdorlik yoki xatolik bo'lsa aniqlashi kerak. Chunki oyning ikkinchi yarmida ayrim to'lovlar, hisob-kitoblar, ro'yxatlar, imtiyozlar va arizalar bo'yicha kechikish oqibatlari sezila boshlaydi. Men bu yerda vahima tarqatmoqchi emasman. Aksincha, maqsadim sizga aniq tushuntirish, kim nimani tekshirishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kimda muammo bo'lmasligi mumkin, qaysi joylarda odamlar eng ko'p xato qiladi. Birinchi masala shaxsiy ma'lumotlar. Agar sizning pasportingiz yangilangan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, yashash manzilingiz boshqa joyga ko'chgan bo'lsa, telefon raqamingiz bankda yoki davlat xizmatlari tizimida eskicha qolgan bo'lsa, bu kichik narsa emas. Amalda aynan shu sababli odam subsidiya ololmay qoladi. Nafaqa bo'yicha xabarni ko'rmaydi. Soliq bildirishnomasini vaqtida bilmaydi yoki bank operatsiyasi to'xtab qoladi. Masalan, oddiy holatni olaylik. Bir fuqaro 1 yil oldin boshqa tumanga ko'chgan, lekin doimiy ro'yxat manzili eski joyda qolgan. U uy-joy subsidiyasi yoki ijtimoiy yordam bo'yicha ariza topshiradi. Tizim esa uning oilaviy tarkibi, daromadi va manzilini eski ma'lumotlar bilan solishtiradi. Natijada ariza ma'lumot nomuvofiq bo'lib chiqishi mumkin. Fuqaro esa men hamma hujjatni topshirgan edim deb hayron bo'ladi. Muammo hujjat yo'qligida emas, bazadagi ma'lumot mos kelmaganda bo'ladi. Ikkinchi masala soliq va qarzdorliklar. Iyul oyida ko'pchilik hozircha vaqt bor deb o'ylaydi. Lekin soliqlar, jarimalar, ijro hujjatlari, aliment, kredit qarzi yoki kommunal qarzdorlik kutilmaganda boshqa xizmatlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, siz avtomobil sotmoqchi bo'lasiz, notariusga borasiz, lekin qarzdorlik chiqadi. Yoki chet elga chiqish rejangiz bor, ammo ijro hujjati bo'yicha cheklov borligi keyin ma'lum bo'ladi. Bunday holatda eng qimmat narsa pul emas, vaqt bo'ladi. Aytaylik, bir oilaning elektr energiyasi bo'yicha 120 ming so'm, gaz bo'yicha 90 ming so'm, chiqindi uchun 4 ming so'm eski qarzi bor. Alohida qaraganda bu katta summa emas. Lekin tizimda qarzdorlik ko'rinib tursa, ayrim arizalarda kommunal to'lov intizomi yoki yashash manzili bilan bog'liq tekshiruvlarda savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, iyulning birinchi yarmida qarzdorlikni tekshirib qo'yish kerak. To'lash shart bo'lmasa ham, hech bo'lmasa bor yo'qligini bilib oling. Uchinchi masala ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam va subsidiyalar. Bu yerda eng ko'p xato shundan iboratki, odam o'tgan oy olganman, demak bu oy ham avtomatik keladi deb o'ylaydi. Lekin oilaviy daromad, oila tarkibi, ishga kirish, pensiya tayinlanishi, bola yoshi, nogironlik hujjati muddati, bank kartasi holati kabi omillar o'zgarishi mumkin. Tizim buni qayta tekshirsa, to'lov kechikishi yoki to'xtashi mumkin. Masalan, oilada 3 nafar farzand bor.
ona bolalar nafaqasi oladi. Katta farzandning yoshi belgilangan chegaradan o'tgan bo'lsa, yoki otaning rasmiy daromadi oshgan bo'lsa, yoki oiladagi bir a'zo nomiga avtomobil rasmiylashtirilgan bo'lsa, tizim oilaning ehtiyojmandlik darajasini boshqacha baholashi mumkin. Bu davlat pul bermay qo'ydi degani emas. Bu mezonlar qayta hisoblangani anglatadi. Agar xatolik bo'lsa, uni 11 iyulgacha aniqlab, mahalla ijtimoiy himoya organi yoki tegishli davlat xizmati orqali tushuntirish kiritish kerak. 4-masala. Bank kartalari va to'lovlar. Hozir ko'p to'lovlar plastik karta orqali keladi. Nafaqa, pensiya, ish haqi, subsidiya, kompensatsiya, qaytarim, hatto ayrim xizmatlar bo'yicha to'lovlar bank kartasiga bog'langan. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, telefon raqamingiz eski bo'lsa yoki mobil ilovada identifikatsiya yakunlanmagan bo'lsa, pul kelgan bo'lsa ham undan foydalana olmasligingiz mumkin. Oddiy misol. Pensioner onaxonning kartasi iyun oyida muddati tugagan. U buni sezmaydi. Chunki kartada o'zgina pul bor va do'konda naqd to'laydi. Iyulda pensiya tushishi kerak bo'ladi. Lekin bank yangi karta olish kerakligini aytadi. Onaxon banka borsa navbat, hujjat, ariza, karta tayyor bo'lishi bilan yana vaqt ketadi. Agar bu ish 15 iyulgacha qilinganida pensiya kuni bezovtalik bo'lmas edi. 5-masala tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, kichik do'kon yuritsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, onlayn savdo qilsangiz yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, iyul oyida hisob kitoblarni tartibga keltirish juda muhim. Tushum, chek urish, ijara shartnomasi, xodimlar bo'yicha ma'lumotlar, soliq hisobotlari va bank aylanmalari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, sartarosh oyiga daf'an million so'm atrofida tushum qiladi. Lekin to'lovlarning bir qismi karta orqali, bir qismi naqd keladi. Agar karta orqali 3 million so'm tushib, chek yoki hisob kitobda boshqa raqam tursa, keyinchalik savol tug'ilishi mumkin. Yoki kichik magazin ijarada ishlaydi, lekin ijara shartnomasi rasmiy emas. Bugun muammo ko'rinmaydi, ertaga soliq tekshiruv yoki bank aylanmasi tahlilida bu savol bo'lib qaytadi. Birinchi navbatda xavotir olishi kerak bo'lganlar, hujjati yaqinda o'zgarganlar, manzili o'zgarganlar, ijtimoiy yordam olayotganlar, pensiya yoki nafaqa oluvchilar, kommunal qarzi borligini taxmin qilayotganlar, kredit yoki jarima masalasini unutib qo'yganlar, bank kartasi muddati tugashiga yaqin bo'lganlar, kichik biznes qilayotganlar. Yana bir guruh bor, chet elga chiqishni rejalashtirayotganlar. Agar siz iyul yoki avgust oyida safarga chiqmoqchi bo'lsangiz, pasport muddati, qarzdorlik, aliment yoki ijro hujjati, bank kartasining xalqaro ishlashi, sug'urta va ro'yxatdan o'tish masalalarini oldindan tekshiring. Aeroportda yoki chegarada muammo chiqsa, u yerda men bilmagan edim deb hal qilib bo'lmaydi. Hamma narsa oldindan tekshirilganda yengil kechadi. Xavotir olmaslik mumkin bo'lganlar kimlar? Agar sizda hujjatlar joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, qarzdorlik yo'qligini tekshirgan bo'lsangiz, ijtimoiy yordam bo'yicha arizangiz muddati va holatini bilsangiz, soliq va kommunal to'lovlaringiz nazoratda bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men bitta narsani maslahat beraman. Hech bo'lmasa bir marta elektron xizmatlar orqali holatingizni tekshirib chiqing. Bu 10 daqiqa vaqt oladi. Lekin bir oylik asabiylikni oldini oladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, SMS kelmasa ham majburiyat yo'qolmaydi. Ko'p odam menga xabar kelmadi deydi. Lekin telefon raqamingiz ba'zida eski bo'lsa, aloqa bo'lmasa, xabar spamga tushsa yoki ilova bildirishnomasi o'chirilgan bo'lsa, siz xabarni ko'rmasligingiz mumkin. Shuning uchun faqat SMS ga ishonish noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat, qarzdorlik kichik bo'lsa ham tizimda katta muammo kabi ko'rinishi mumkin. Masalan, 25 ming so'mlik jarima yoki 30 ming so'mlik kommunal qarz ko'p pul emas. Lekin u yopilmagan yozuv sifatida turib qoladi. Ba'zan odam to'lov qilgan bo'ladi. Lekin to'lov noto'g'ri hisobga tushgan yoki shaxsiy hisob raqami boshqa bo'ladi. Shuning uchun to'lovdan keyin qarz yopildimi yoki yo'qmi degan holatni tekshirish kerak. Uchinchi nozik jihat, oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rinish. Ijtimoiy yordam, subsidiya, maktabgacha ta'lim, uy-joy masalalarida oilaviy tarkib juda muhim. Kimdir ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi. Kimdir ajrashgan, lekin ma'lumotlar yangilanmagan. Kimdir vafot etgan qarindoshning ma'lumoti bazadan to'liq chiqmagan bo'lishi mumkin. Bunday xatolar
arizani rad etish yoki cho'zilishiga sabab bo'ladi. 4-chi nozik jihat daromad masalasi. Rasmiy daromad bilan real hayotdagi daromad farq qilishi mumkin. Masalan, fuqaro ishga kirgan, lekin bir oy o'tib ishdan chiqqan. Tizimda esa oxirgi davrdagi daromad ko'rinib turadi. Yoki oilada bir kishi mavsumiy ish qilgan. 2 oy daromad olgan, keyin ish to'xtagan. Agar shu davr ariza tekshiruvga to'g'ri kelsa, natija boshqacha chiqishi mumkin. Bunday holatda izoh berish, hujjat taqdim etish va qayta ko'rib chiqishni so'rash kerak bo'ladi. 5-chi nozik jihat. Bank kartasi boshqa odam nomida bo'lishi. Ayrim oilalarda pensiya yoki nafaqa oluvchi odam pulni farzandining kartasiga, turmush o'rtog'ining kartasiga yoki boshqa yaqinining kartasiga bog'lamoqchi bo'ladi. Lekin ko'p to'lovlarda oluvchi shaxs bilan karta egasi bir xil bo'lishi talab qilinadi. Agar ism sharif mos kelmasa, to'lov qaytishi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun karta aynan to'lov oluvchi shaxs nomida bo'lgani ma'qul. 6-chi nozik jihat ariza topshirdim degani masala hal bo'ldi degani emas. Ariza topshirilgandan keyin uning maqomini tekshirish kerak. Qabul qilindimi? Ko'rib chiqilyaptimi? Qo'shimcha hujjat so'raldimi? Rad etildimi? Qayta yuborish kerakmi? Ko'pchilik shu joyda yutqazadi. Arizani topshiradi, keyin bir oy kutadi. Oxirida esa tizimda qo'shimcha ma'lumot talab etiladi degan yozuv turgan bo'ladi. 7-chi nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Iyuldagi o'zgarishlar, nafaqa, subsidiya, jarima, soliq yoki bank kartasi haqida gap ketganda firibgarlar faollashadi. Ular iyulgacha ma'lumotingizni tasdiqlang. Kartangiz blok bo'ladi. Subsidiya olish uchun kodni ayting. Jarimani yopib beramiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon SMS kodini, bank kartasi PIN kodini, ilova parolini hech kimga aytmang. Davlat xodimi ham, bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, JSHI raqami, doimiy va vaqtincha ro'yxat, telefon raqami, familiya va ism yozilishi bir xilmi? Shuni ko'ring. Agar pasportda bitta harf boshqacha, bankda boshqacha, davlat xizmatida boshqacha bo'lsa, bu keyin muammo beradi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqamingiz o'zingizniki bilan bog'langanmi? Mobil ilovaga kira olyapsizmi? Nafaqa yoki pensiya olsangiz to'lov qaysi kartaga kelishini bilasizmi? Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankka boring yoki bank ilovasi orqali yangi karta chiqarish imkoniyatini tekshiring. 3-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Soliq qarzi, jarimalar, ijro hujjatlari, aliment, kredit, kommunal to'lovlar va boshqa majburiyatlar bo'yicha holatingizni bilib oling. Buni bank ilovalari, davlat xizmatlari portali, soliq ilovasi yoki tegishli tashkilotlarning rasmiy kanallari orqali ko'rish mumkin. Muhimi, norasmiy havolalarga kirmang. Faqat rasmiy sayt va ilovalardan foydalaning. 4-qadam, ijtimoiy yordam yoki subsidiya oladiganlar arza holatini tekshirsin, mahallaga boring. Ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling yoki elektron xizmat orqali arza maqomini ko'ring. O'zingiz bilan ID karta, nikoh yoki ajrim hujjati, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, daromad bo'yicha ma'lumot, nogironlik hujjati, bank karta rekviziti, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Hamma hujjat hammaga kerak bo'lmasligi mumkin, lekin oldindan tayyor bo'lsa, vaqt yutqizmaysiz. 5-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, hisob kitobni tartibga keltiring. Kassa cheklari, bank tushumlari, ijara shartnomasi, xodimlar bilan mehnat shartnomasi, soliq hisobotlari va to'lovlar bir-biriga mos bo'lsin. Agar xatolikni o'zingiz topsangiz, uni tuzatish osonroq. Tekshiruvdan keyin aniqlansa, tushuntirish ham qiyinroq, jarima xavfi ham yuqoriroq bo'ladi. 6-qadam, hujjat topshirayotganda arizaga aniq yozing. Masalan, oilaviy daromadim o'zgargan, farzandim tug'ilgan, manzilim o'zgargan, bank kartam yangilangan. Oldingi ma'lumotda xatolik bor deb aniq ko'rsating. Umumiy gaplar yozmang. Arizada sana telefon raqam, murojaat sababi va ilova qilinayotgan hujjatlar nomi bo'lsin. Agar qog'oz shaklida topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 7-qadam, barcha to'lov va ariza kvitansiyalarini saqlang. Telefoningizda skrinshot qiling, PDF yuklab oling, qog'oz chek bo'lsa rasmga oling. Men to'lagan edim degan gapning kuchi chek yoki elektron tasdiq bo'lmasa kamayadi. Ayniqsa kommunal, soliq, jarima va bank to'lovlarida kvitansiya juda muhim.
8 qadam keksa ota-onangiz va yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar mobil ilovadan foydalana olmaydi. SMS'ni tushunmaydi. Bank kartasi muddati tugaganini bilmaydi. Ularning hujjatini, kartasini, pensiya tushumini, telefon raqamini tekshirib bering. Bu ish yarim soat vaqt oladi, lekin katta muammoning oldini oladi. 9-qadam. 15 iyulgacha kutib o'tirmang. Bugun tekshiring. Agar muammo chiqsa, uni hal qilish uchun bir necha kun kerak bo'lishi mumkin. Masalan, bank kartasi yangilanishi, ariza qayta ko'rib chiqilishi, qarzdorlik tizimida yopilishi yoki hujjat yangilanishi bir kunda bitmasligi mumkin. Shuning uchun oxirgi kunga qoldirish eng katta xato. Demak, iyul oyida eng muhim vazifa o'z ma'lumotlaringizni tartibga keltirish. Qarzdorliklarni tekshirish, bank kartangizni ko'rish, ijtimoiy yordam va subsidiyalar bo'yicha ariza holatini aniqlash, tadbirkor bo'lsangiz hisob-kitobni to'g'irlash. 15 iyulgacha bu ishlarni qilib qo'ysangiz, keyingi haftalarda kutilmagan to'xtash, rad javobi, jarima yoki to'lov kechikishi xavfi ancha kamayadi. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun aytyapman. Hozirgi tartibda eng kuchli odam bu hamma narsani oldindan tekshiradigan odam. Hujjat joyida, qarz nazoratda, karta ishlayotgan, ariza maqomi ma'lum bo'lsa, ko'p muammolar boshlanmasdan yopiladi. Sizda iyul oyidagi o'zgarishlar bo'yicha savol bormi? Sizning hududingizda qaysi masala ko'proq muammo bo'lyapti? Nafaqa, subsidiya, bank kartasi, soliq, kommunal to'lov yoki hujjat masalasimi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bir odam vaqtida bilsa, butun bir oilaning muammosi oldi olinadi.